Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Yana bu elimizda ko'rsatganimiz bizani avvalgi videolarimizda aytganimiz Vilafoz premiksimiz hisoblanadi. Bu premiksimizni tarkibiga keladigan bo'lsak, tarkibida hamma chorva uchun kerakli bo'ladigan makro va mikro elementlar, vitaminlar va kerakli bo'ladigan komponentlardan tashkil topgan. Bu hech qanday bir kimyoviy mahsulot emas, balki tabiiy vitaminlardan tuzilgan premiks hisoblanadi. Hozirgi kunda bilamiz, O'zbekistonda har xil yuqumli kasalliklar tez tarqaladi. Ulardan masalan dermatit, buyuk hisoblangan ko'p chorvalarimiz aziyat bergan yoki o'silda aytamiz xalq tilida aytganda shu kasalliklardan olish uchun bu mahsulotni bizga o'ta kerak bo'ladi. Va bu kasalliklar aslında tarqalishining sabab bizani ozuqamizdagi ikkilamchi bo'lgan mahsulotlarning ko'pligi. Ya'ni bize qaramollarimizga kepak beramiz, un olingan, kunjara beramiz, yog' olingan va shu orqali uning ichindagi kerakli bo'lgan moddalar chiqib ketgandan keyin ikkilamchi mahsulot berganimiz uchun shuning uchun bizani mollarimizni vitamin va minerallar yetishmasligi ko'p kuzatiladi. A vitamini ko'p kuzatiladi. Shuning uchun aynan shunday premikslarimiz chorvamizni yaxshi rivojlanishi uchun va organizmda yetishmaydigan moddalar o'rnini bosish uchun o'ta bir kerakli narsa hisoblanadi. Va yanada bir ko'proq informatsiya olish uchun biz bilan bog'lanib, hammani chorvasini baraka tilaymiz.